Hasanboyota gilamlari endi Qo'rg'ontepada. Qo'rg'ontepaliklarga yangilik Hasanboyota gilamlarining 6-filialini rasman ochiq deb e'lon qilamiz. Hozir sizlar bilan ichkarini birgalikda ko'rib chiqamiz. Do'konga kirishingiz bilan sizlarni nafis, go'zal, chiroyli metrajli gilamlarimiz kutib oladi. Andijon shahridagi do'konlardan assortiment kam deb o'ylayotgan bo'lsangiz, adashasiz. Bu yerdan o'zingiz xohlagan turdagi, xohlagan dizayndagi gilamlarni topishingiz mumkin. Bu yerdan nafaqat gilam, Sakfloring brendidagi tafting poloslarimizni xohlagan razmerda shu do'konimizdan topsanglar bo'ladi. Komplekt gilam so'raganlar uchun eni 80 dan 1, 120, 1,5, 2 va 2,5 razmergacha gilamlarimiz bor. Manzilni tushuntirib o'taman. Qo'rg'ontepadagi o'sha mashhur Ekobozorning yonginasida. Agar sizlarga video yoqqan bo'lsa, Qo'rg'ontepaliklarga jo'natib qo'yamiz.